Assalomu alaykum, qadrdon muxlislar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz hayotiy voqealardan ilhomlangan bo'lib, keyinroq deb nomlanadi. Ba'zan birgina keyin degan so'z butun taqdirni o'zgartirib yuborishi mumkin. Hikoyani oxirigacha ko'rishni unutmang. Agar kanalimiz sizga manzur bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Videoga like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Demak, boshladik. Bu hikoya qahramonlar haqida emas, bu odamlar haqida. Hayotda hamma kuchli ko'rinishga harakat qiladi. Kimdir sukut bilan, kimdir kulib, kimdir g'ururi bilan og'riqlarini yashiradi. Ammo ichimizda aytilmagan gaplar, kechirilmagan xatolar, kech bo'lsa-da aytilish kerak bo'lgan so'zlar yashaydi. Bu hikoya shunday so'zlar haqida, kecha bilan bugun o'rtasida qolib ketgan, yuragida og'ir yuk ko'tarib yurgan bir inson haqida. Agar o'qib turib ba'zi joylari tanish tuyulsa ajab emas. Chunki bu hikoyada birovning hayot emas, balki bizning hayotimiz yashirilgan. Bahor edi. Ammo havoda bahorga xos yengillik yo'q edi. Jasur deraza yonida turib tashqariga tikildi. Ko'chada odamlar shoshardi. Kimdir ishga, kimdir uyga, kimdir esa qayergadir. Lekin ularning ko'zlarida bir manzil bor edi. Jasur esa qayerga ketayotganini bilmasdi. Qo'lida telefon, ekranda bitta yozuv. Onam qo'ng'iroq qildi 3 marta. U telefonni asta stolga qo'ydi. Yuragi siqildi. Bilardi, bu qo'ng'iroqlar shunchaki hal-ahvol uchun emas, onasi hech qachon bekorga qayta-qayta telefon qilmasdi. Keyinroq dedi u o'ziga. Ammo bu keyinroq so'zi uning hayotida juda ko'p narsani kechiktirib yuborgan edi. Jasur 32 yoshda edi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida, ishi bor, shaharda yashaydi, mustaqil. Lekin ichida nimadir doim yetishmasdi. Go'yo bir parcha qalbi qayerdadir qolib ketgandek. U qishloqni esladi. Bolalikda otasi bilan tongda turib, dalaga chiqqan kunlari, onasining issiq non hidi, singlisining kulgusi. O'sha paytda hayot oddiy edi. Lekin odam ulg'aygani sari hayot murakkablashib borar ekan. Otasi vafot etganida 7 yil bo'lgandi. Jasur o'sha kuni ham shaharda edi. Ish, majlis, telefon o'chik, qishloqdan qo'ng'iroq bo'lganini hech bilgan, dafn marosimiga yetib bora olmagan. Shundan beri onasining ovozi har safar telefonda biroz sovuqroq, biroz uzoqroq eshitilardi. Telefon yana jiringladi. Bu safar u javob berdi. Assalomu alaykum ona. Bir zum jimlik bo'ldi. So'ng tanish va charchagan ovoz. Va alaykum assalom bolam. Yaxshisanmi? Yaxshiman. Ishlar ko'p, bilaman, dedi onasi sekin. Ishing doim ko'p, lekin kelishing kerak bo'ldi. Jasur yuragini ushlab oldi. Nima bo'ldi? Men kasalxonadaman. Bu gap oddiy aytildi, juda oddiy. Ammo Jasurning ichida nimadir uzilib ketdi. Qanday, nima bo'ldi sizga? Qon bosimim ko'tarilibdi. Shifokorlar tekshiryapti. Xavotir olma, lekin seni ko'rmoqchiman. Oxirgi jumla eng og'iri bo'ldi. Bugun yo'lga chiqaman, dedi Jasur ikkilanmasdan. Telefon o'chdi. Xona esa birdan torayib ketgandek bo'ldi. U sumkasini oldi. Ko'zguga qaradi. Yuzida charchoq, ko'zlarida esa qo'rquv bor edi. Bu qo'rquv kasallikdan emas, kechikishdan edi. Avtobusda ketar ekan, deraza ortidan o'tib ketayotgan manzaralarni ko'rmasdi. Fikrlar esa faqat bitta joyda aylanardi. Nega oldinroq kelmadim? Qishloqqa yetib kelganda havo qorayib ulgurgandi. Ko'chalar jim, faqat itlar uzoqdan hurardi. Onasining uyi o'sha, devorlari biroz oqarib ketgan. Eshik esa biroz qiyshaygan. Jasur eshikni ochib ichkariga kirdi. Uy ichi sokin edi, haddan tashqari sokin. Ona, dedi u sekin. Javob bo'lmadi. Qo'shni xonadan singlisi chiqdi. Uning ko'zlari qizarib ketgan edi.
"Aka", dedi u va indamay quchoqlab oldi. "Ona qani?" dedi Jasur xavotir bilan. Singlisi pastga qaradi. "Kasalxonada, bugun operatsiya qilishdi." Jasur devorga suyandi. Nafasi qisildi. "Oldinroq aytsangiz bo'lmasmidi?" Singlisi indamadi, chunki bu savolga javob yo'q edi. Shiftga tikilib yotarkan, bolaligini otasini, onasini ovqat sovib qoladi degan gaplarni esladi. U shunda tushundi. Hayot uni sekin-sekin uyidan uzoqlashtirgan. Lekin onasining yuragi baribir uni kutib urgan. Ertalab kasalxonaga yo'l olishdi. Oq devorlar, dori hidi, sekin yurayotgan hamshiralar. Jasur bu joyni yomon ko'rardi. Chunki bu joyda har doim kechikkan odamlar bo'lardi. Shifokor chiqib keldi. Operatsiya o'tdi. Hozircha ahvoli barqaror, lekin u biroz to'xtadi. Ruhiy qo'llab-quvvatlash juda muhim. Jasur bosh irg'adi. Onasining xonasiga kirganda yuragi qattiq urdi. U karavotda yotardi. Oqartib ketgan yuz, ammo tanish chehra. "Ona", dedi Jasur sekin. Onasi ko'zini ochdi. Uni ko'rinishi bilan ko'zlari namlandi. "Keldingmi, bolam?" Jasur uning qo'lini ushladi. Qo'l sovuq edi. "Kech qolding", dedi onasi past ovozda. "Lekin baribir kelding." Bu gap Jasurning yuragiga pichoqdek botdi. U birinchi marta tushundi. Ba'zi keyinroqlar hech qachon kelmas ekan. Jasur onasining yonida uzoq o'tirdi. Vaqt qanday o'tayotganini sezmasdi. Xonadagi har bir ovoz tomchilayotgan tomchi hamshiraning qadam tovushi yuragiga urilayotgandek edi. "Ona", dedi u nihoyat. "Meni kechiring." Onasi sekin jilmaydi. "Nima uchun?" Jasur javob topolmadi. Chunki bandlik, hayot degan so'zlar hozir juda arzimas tuyulardi. "Sizni yolg'iz qoldirib qo'ydim." Onasi uning qo'lini qattiqroq ushladi. "Sen hech qachon meni yolg'iz qoldirmagansan, bolam. Faqat uzoqlashding." Bu so'zlar ayblash emas edi, bu haqiqat edi. Keyingi kunlar shifoxona va uy o'rtasida o'tdi. Jasur shaharga qaytishni o'ylamadi. Telefonidagi ish xabarlariga javob bermadi. Birinchi marta hayotida eng muhim joyni tanlagandi. Onasi asta-sekin o'ziga kela boshladi, ammo kuchi yo'q edi. Gapirganda tez charchardi. Bir kuni u dedi, "Otang ketganidan beri uy juda jim bo'lib qolgan." Jasur ko'zini olib qochdi, chunki bu jimlikka u ham sababchi edi. "Esingdami?" davom etdi onasi. "Otang seni shaharga kuzatib qo'yayotganda nima degan?" Jasur bosh chayqadi. "Bolam, baland chiq, lekin ildizingni unutma", degan edi. Bu gaplar yillar davomida Jasurning qulog'ida jaranglamagan. Endi esa kech bo'lsa ham o'z o'rnini topayotgandek edi. Onasi bir kecha juda og'ir bo'ldi. Nafasi qisilib, vrachlar chaqirildi. Jasur eshik ortida o'tirib, boshini tizzasiga qo'ydi. Ichida faqat bitta iltijo bor edi. "Yana biroz vaqt ber." Tongga yaqin ahvoli barqarorlashdi. Shu kecha Jasur ich-ichidan o'zgardi. Endi u vaqtni boshqa ko'z bilan ko'rar edi. Vaqt cheksiz emas, bu kechirim kutib turmaydi. Bir necha haftadan so'ng onasi uyga chiqdi. Jasur qishloqda qoldi. Ichidan bo'shadi. Bu qaror og'ir bo'ldi, lekin yuragi yengil tortdi. U hovlini tartibga soldi. Otasining eski asboblarini tuzatdi. Onasi deraza yonida o'tirib uni tomosha qilar. Ko'zlarida sakun minnatdorchilik bor edi. Bir kuni singlisi dedi, "Aka, siz o'zgargansiz." Jasur jilmaydi. "Kechikib bo'lsa ham o'zimga qaytdim." Bahor yana keldi. Bu safar haqiqiy bahor edi. Daraxtlar gulladi, hovlida qushlar sayradi. Onasi supada o'tirib choy ichardi. Jasur yoniga o'tirdi.
"Baxtlimisan bolam?" deb so'radi u. Jasur uzoqqa ketishda emas, baxt qaytib kelishda. Bu so'zlar hikoyaning eng qisqa, eng to'g'ri xulosasi edi. Oradan vaqt o'tdi. Onasi bir kuni tinchgina uxlab qoldi. U uyg'onmadi. Bu safar Jasur kechikmadi. U yonida edi. Qo'lini ushlab o'tirgan edi. Dafn kuni u yig'lamadi. Ko'zida yosh yo'q edi. Chunki yuragida pushaymon kamroq edi. U bilardi, u oxirgi imkoniyatni boy bermagan edi. Shahar kuni chaqirdi. Lekin endi u Jasur boshqa odam edi. U qaytib ketdi, ammo ildizi unutmagan holda. Ba'zan kechqurun deraza yonida turib qishloqni eslardi, onasining ovozini, sukunatini, mehrini va o'ziga sekin derdi: "Endi keyinroq demayman, yakuniy so'z." Bu hikoya tugadi, lekin uning mazmuni ko'pchilik hayotimizga xush kelibsiz. Agar siz ham hayotiy voqealardan ilhomlangan bo'lib, keyinroq deb nomlanadi. Ba'zan birgina keyin degan so'z butun taqdirni o'zgartirib yuborishi mumkin. Hikoyani oxirigacha ko'rishni unutmang. Agar kanalimiz sizga manzur bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Videoga like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qo'llab-quvvatlashingiz bu hikoya juda muhim vazifasini bajargan. Boshladik. Agar bu hikoya sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Oldinda yana ko'plab yurakka yetib boradigan hikoyalar bor. Keyingi hikoyalar qanday mavzuda bo'lishini xohlaysiz? Hayotiy drama, muhabbat, sarguzasht yoki kutilmagan yakuniy voqealar? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi hikoyalarda yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling va qalbingizni tinglang. Xayr, sog' salomat bo'ling.